Aeroport orqasi samolyot uchib qolibdi-da. Aeroport orqasida Kia Sorento uchib qolgan. Hozir yuzga chaqirsa, xudo xohlasa yo'lga chiqdi. Ular o'zi nima bo'ldi ekan? Hozir kim oldim? Mana akkumulyator bo'lgan bo'lsa kerak. Ko'raylikchi. Salga adashimman. Boshda yurib turgan, prosta cheklanib qolgan ekan. Cheklar yonib qolgan. Zaslonkadan şey tozalab qo'yadigan bo'ldim, xudo xolasa. Ishini joyida bitirib beramiz. Zaslonkadan ichi mog'or bosib ketgan. Shuning uchun joyida yurmay qolgan. O'zini avtomatik to'xtatib oladi bundan. Joy to'xtatamiz. Shu. Yo'q, mog'or bosib chekkalar. Yaxshi ochila bilmaganligi uchun o'zim o'z blokirovka qilgan. Uzoq yuruvchi xavfli deb hisoblab. Hozir tozalab beramiz endi. Hozir shikast qilamiz. Tayyor.